Shu 3 faza 7 kilovatlik hamma zaryadchilar bilan qo'shib beraverasizmi? Hammasini qo'shib beraman. Bu menimcha bitta ham tiqilmaganmi deyman-da zaryadkaga. Yangi hali qo'yilmagan bu. Zaryadka qo'yilmagan, o'ziga benzin bilan zaryadka olib o'zi yurgan. Yo'nqislari 100% turibdi hali. 18,5 mingga baribir ozgina qimmat aka. Bo'ladigan narxini qo'yaylik, sotilsin aka. Nima deysiz? 18,200 qilib bera olaman aka. 18,200. Xo'p, obunachilarimizga ma'lumotini bersak aka, 2024 50 ming yurgan dedingiz a? Kraskasi toza, BYD Chazor. Ikkinchi pozitsiyasi ekan do'stlar. Shunda olar ekansizlar, min ekansizlar, kraska toza 100%. Kraskasi toza 100%. Endi aka bir gap aytadigan bo'lsam, bozorda meni ketishi mumkin 18,200, 18,5 mingdan boya gaplashganimizdek. Qo'yamiz, sotamiz aka inshaalloh. 17,300 qo'yaylik. Yo'q. Bo'ladimi hoji aka? Bo'lmaydi. Bering. Yo'q. Astoydil. 18,200 lar bo'lganda yaxshi bo'lardi lekin aka. Yo'q, oramiz ancha ekan aka, qo'ya olmaymiz bo'lmasa. Bitta aylantirib chiqay hozir. Bo'ldi. Kelishamizmi? Ozgina kelishib berasizmi? Kelishamiz aka. Ko'ringlar do'stlar. BYD Chazor kutayotgan akalarimiz uchun 1200 kilometr zapas xo'da do'stlar. Tokda o'zi 180 da yuradi. 180 da. 55. 55 taligi. Men gibrid bilan adashtirib yuboribman. Aka, xo'p. 100 so'm qo'shsak bo'ladimi? Astoydil. 17,400 ga qo'yib yuborsak. Faqat rozi bo'lsangiz, rozichilik bilan. Sotilish kerak aka. Hisobingiz to'g'ri kelsa, 17,400 mi 100 so'm qo'shing. 17,5 mingga rozi bo'lasizmi? 17,5 ming bo'lsa baraka. Bo'ldi aka, gap yo'q. 17,5 ming dollarga do'stlar, sizlarni nominglardan mana xudo xolasa baraka qilamiz. BYD Chazor 24 51 ming probeyda ekan. Ikkinchi pozitsiyasi. Ko'rdinglar, 3 kilovat, 7 kilovatli zaryadchilari ham bor va 3 fazali. Bemalol uylardan foydalansanglar bo'ladi. 1200 kilometr zapas xo'di. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bemalol avtoe'lon Olex yoki kanallardan ham so'rab so'rashsanglar bo'ladi. 17,5 mingga menimcha shikalat narx. Bosinglar. Aka,